İsmim Tangiri Panji, 64-yil 63'te boldum. Birinchidan shu bug'unlarimda, shu qasrda, shu g'ijirda kiyinib oyog'im juda o'zimni bezovta qilar edi, og'rib. Asosan shu o'tirib turishim qiyinroq edi. Shu o'tirib bir yerga o'tirgandan keyin turishim qiyin. Endi bu og'riq asta sekin boshlandi. Endi bu keksalik kasalligimi ya? Endi bu 3 yil 4 yil oldin-ku operatsiya ham bo'ldim, Grija bo'lib Toshkentda operatsiya bo'ldim. Shundan juda qiynaldim. Oyoqlarim umuman o'zimni ko'tarish, bu yoqda turib, bu yoqqa olib qo'yish qiyin bo'lib qoldi. O'ziga kelib boshladi-yu, lekin buni ichganchalik tez kelgan yo'q. Buni ham endi men o'zi to'g'ri bir qizim tavsiya qildi. Momam bilan ikkovimiz bir komplekt olib ichdik. Men o'zi ikkilanib ichdim. Mama ichyapti, mama to'g'ri podvalimiz bor 2 metr, kirib chiqishi qiyin-da mama, chiqishi qiyinroq. O'zi to'g'ri mendan 63 ta bo'lganmasa, mama 2 yosh katta, 65 ta bo'ldi. Qiynalib chiqish edi. Keyin shundan qizimiz tavsiya qildi. Qarasa mama ichyapti. Aytdim, men ham ichayin qani deb ikkovimiz ichib boshladik. 15-20 kun o'tyapti, mama qarasam yaxshi. Nima bo'ldi desam, yo'q deydi, menga bildirdi. Podvaldan chiqishim, umuman og'riqlar yo'q dedi. Keyin men o'zimda kuzatib yurdim, qani nima narsa bo'lar ekan. To'g'ri, o'zim bir oddiy tratchi bo'lsam, sinchkovman. Bunlarni quloq solib boshladim, boshqa qilib o'tirib turish mashqlarini qilib boshladim. 3 marta zo'rdan o'tirib turar edim. Hozir gapimga ham javob beraman. 15 marta o'tirib turaman. Ha, ishonmasangiz ko'rsatishim mumkin. Mana shu so'z, mana shu so'z 15 marta mana o'tirib turaman. Qisirdash ham yo'q. Hech yo'q men. Xohlasangiz so'nangan. Birinchi oyim uyushib yoki og'riq sezmay qolganim yo'q. Hamma tomonim zo'r. Xudoga shukr. Men masalan hali bunchalik suyagim yengil, bunchalik anav bo'lganim yo'q. Sakrashim ham, turishim ham ancha yaxshi-da, juda yaxshiman. Menda shu o'zimda nima shunda ta'sir qilganini, o'zimda shunday narsa bo'lganini aytayapman. Haq rost aytayapman. Bu yoqqa qarab, butun O'zbekistonga qarab yolg'on gapirib, u yerdan uning javobi bor. Men Xudodan qo'rqaman. 1,5 oyda men shunchalik o'zgaryapman. Az bir aptekaga boray, bitta lechini yozib bersin, nazardan shuni olganimcha o'z 1 million ketib qoladi. Uning foydasi bor yo Xudo biladi yani. Masalan, qo'llarim g'ijirdi kechadi. Ular yo'q. Qani endi masalan shu haqiqatdan ham shu reklama qilayotgan dorining hammasi mana shunday bo'lsa. Bir endi bundan bir oldin qanday dori ham esimdan chiqib ketdi. Okinawa orollaridan kelgan undayda bir kasal bola ishda $400 oldi. Bir tim foydasi olmadi. O'zi zo'rdan pul topgan yigit uni olib ichirdi. Xudoga behisob shukr. Dalshi ham endi shunday davom etadigan bo'lsa, bu ishlab chiqarishlarga rahmat aytaman, barakat topsin deyman. Men rahmat aytgan bilan hammamiz ko'rib turibdi-ku endi Xudo. Xudo o'zi barakasini beradi u yigitlarga. Kim ishlab chiqayotgan bo'lsa.